Hurmatli yurtdoshlar, Ichki ishlar vazirligi tomonidan sizlarni kibermakonda xavfsizligingizni ta'minlash va kiber jinoyatlardan jabrlanib qolishingizni oldini olish maqsadida Telegram Messengerda yangi xavfsiz kibermakon nomli Telegram boti ishlab chiqildi. Ushbu Telegram bot hozir kunda keng tarqalgan virusli APK fayllari va zararli havolalarini Telegram guruh, kanal va chatlardan o'chirishga, ularni zararsizlantirishga mo'ljallangan. E'tibor qiling. Bot bir hafta davomida test rejimida foydalanilganda 1000 ga yaqin kanallar, 1,5 ming guruh va 2000 ga yaqin chatlarga tarqatilib, umumiy 200 dan ortiq APK fayllarni Messengerda zararsizlantirdi. Botdan foydalanish juda ham oddiy. Botga start tugmasini bosib ishga tushirasiz va o'zingiz yaratgan yoki a'zo bo'lgan guruh va kanallarga admin ruxsatini berib qo'shib qo'yasiz. Bot ushbu joylarga kelgan zararli fayl va ilovalarni zararsizlantiradi. Hurmatli fuqarolar, Telegram botining manzilini yodda tuting va diqqat bilan ko'ring. Aynan ushbu Cyber Shield boti sizning telefoningizga Telegramdan keladigan zararli xabarlarni bartaraf etadi. Bu xabarni ko'proq yaqinlaringizga yuboring, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang.